Xudodan qo'rq Ayshi, yana nima bo'lishi mumkin? Bu faqat uslubga tegishli, umumiy uslubimizga. Musiqasi bema'ni, uslubi bema'ni, bizga to'g'ri kelmaydi, deyapsanmi? Aqlini doim qadrlaganman, qoyila. Unda berayotgan bahoyingni oqlashimga imkon ber. To'qigan mana shu hikoyangni hammasini tushundim. O'tgan yili sizlar bilan bu qizlar o'rtasida nimadir bo'lganmi? Shuning uchun kelishlarini xohlamadinglarmi, a? To'g'risini ayt, Volkan, urushmayman, shunchaki to'g'risini ayt. Xudo haqqi, ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Anchadan beri bunchalar kulmagandim. Ayshi, nahotki shunaqa bo'lishi mumkin-a? Buni nima aloqasi bor? Demak, hech nima bo'lmaganmi? Afa bo'lamanmi? Yo'q, albatta. Buni o'rniga bir marta bo'lsa ham rost gapir, Volkan. Rost gapir endi. Ayshi, qara, senga qasam ichaman. O'sha bazmda ko'rinish uchun 2 daqiqaga kelganman-u, ketganman. Balki xush kelibsiz degandirman, balki qo'l bergandirman, eslay olmayman. Xudo haqqi. Boshqa hech gap bo'lmagan. Kimdan xohlasang so'ra.